Yaxshi. Qaranglar. Mahram Charlar xalqaro qarshi bor. Endi любой bitta tenglik berilsa, kvadrat tenglik, ya'ni kvadrat tenglamali yoki boshqa berilsa ham biz qanaqa qilib yecharkanmiz? Har doim qaranglar. Ko'paytuvchiga ajratilgan holatda bo'lishi kerak. Masalan, nima? xn nechtadir bo'lsa, mahrajda bo'lsa ham bo'laveradi, kasr bo'lsa ham bo'laveradi. Masalan, taqsim yana nimadirlar bo'lsa ham bo'laveradi. O'shanaqalarni yechish uchun deyapti. Mana shu holatda bo'lishi kerak. Agar bo'lmasa, kvadrat tenglam berilgan bo'lsa, birinchi ko'paytuvchi ajratamiz. Qanaqa ajratamiz? V teoremasi orqali ildizlarni topib, qavsga joylashtiramiz. Esingizdan, masalan, sizlarga mana bunaqa narsa berilgan bo'lsa, buni birinchi cho'rnalikka nima yozamiz? V qilib yozamiz. Qanaqa edi? x1 qo'shilgan x2 barobar 3, x1 ko'paytirilgan x2 barobar nima qilardik? 2 qilardik. 2 kere 1 qilib, keyin qavsida x minus 2, x minus 1 katta noldan qilamiz. Tushunarli? Demak, har doim birinchi ko'paytuvchilarni ajratib olamiz. Endi ikkinchi shartda aytdim, ishora o'zgartiruvchilar deb aytib ketdim. Ko'pchilik shunga tushunmadi. Ishora o'zgartiruvchilar. Nima aslida ishora o'zgartiruvchilar? Qavsga yozgan narsamiz nima edi? Toq darajali qavslar dedim. Toq darajali qavslar hammasi ishora o'zgartiradi. Masalan, x minus 3, x ni o'zi, x ni kubi, x minus 1 ni kubi, x plus 1 ni kubi. Har qanday toq daraja yoki darajasi yo'qmi, u ham biz uchun toq bo'ladi. Bir to'g'rim darajasi, daraja yo'q narsa. O'sha narsalar ishora o'zgartiruvchilar deyiladi va tenglik yechilayotganda shu narsani sanaladi nechtalik. Masalan, mana shu misolda nechta desa 2 ta deyiladi. Chunki 2 ta ishora o'zgartiruvchi bor. Bu misolda nechta? 2 tami? To'g'rimi? Juft darajali yo'q. Juft daraja o'zi ko'rinadi. Kvadratda 4-daraja bo'lsa juft daraja bo'ladi. Masalan, nechta shu ishora o'zgartiruvchilar? Bitta. Nega? Nega 4 ta? Nega 4 ta? Yo'q. Bunday qilsamiz. 2 ta bo'ldimi? Sizlar umumiy qaraysizlar, adden qaramaysiz. Umumiy. Tushunarli? Bu yoqda 2 ta bo'ldi. Masalan, nechta shu ishora o'zgartiruvchilar? Ben qo'rqmasdan aytaylik, bitta. Chunki faqat kubi bor. Mana bu juft daraja, ko'ryapsizlarmi? Xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Mana bu ishora o'zgartiruvchi emas lekin. U qavsda gapiriladi, qavs bo'lsa gapiriladi. Xo'p, ana endi demak bitta dona bor. Demak, mana shu narsalar ishora o'zgartiruvchilar deyiladi. Shular sanab yurish kerak. Va aytyapti, bularni sizlar 0 agar x kvadratga qavsda oddiy 3-darajali bo'lsa, mana bunaqa bo'lsa ham ochiqlik nima bo'ladi? X ni 6-si bilan bezga qilib qo'ying. X ni 6-si bilan bo'ldi, mana shu darajaga o'tib ketadi. Ishora o'zgartiruvchi emas u. Endi qaranglar, sizlar bu tenglikni yechayotganda yaxshilab e'tibor beringlar. Son o'qiga belgilaysizlar. O'tgan safar qanday belgiladik? Mana bu narsani 0 ga tenglaymiz. X minus 2 barobar 0, x minus 1 barobar nima qilamiz? 0 qilamiz. Ikkalasini topamiz x'dan. 2 bilan necha chiqadi? 1 chiqadi. Hamma tushundimi 0 ga tenglashga? Qaranglar, ikkinchi etakka o'tadigan shunaqa qilinadi. Son o'qiga belgilayotganda 0 ga tenglanadi. 1 ni topamiz, halqa bilan 2 ni topamiz, halqa bilan. Chunki bizda umumiy ishora mana holatda bo'ladi. Endi aytdim. Ishora o'zgartiruvchilarni sanaylik. Nechta? 2 tami? Agar shular toqda bo'lsa, pastdan dedim, juftda bo'lsa tepadan keladi dedim. Hozir nechta bizda? 2 ta juftdami? Demak tepadan keladi. Qaranglar. Yechimlar o'qimay bunaqa narsa. Yechimdan o'tib pastga tushadi va ikkinchi yechimdan chiqib tepaga ketadi. Mana xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Eslab qo'yinglar, qaranglar. Har doim yechimni o'tadi. Urilib qaytadigan joylari bor, uni tushuntiraman. O'tadi, keyin yechimdan tashqariga chiqib ketadi. Keyingi yechim bo'lsa yana qaytib tushadi. Keyingi yechim bo'lsa undan ham chiqib ketadi tashqariga. Tushunarli? Shu holatda bo'ladi. Iloji bo'ladi. Hozir ko'raveringlar, sekin-sekin o'rganasizlar. Ana endi katta 0 desa, katta 0 buni shart qilib yozdirmadim. Katta 0 desa, shu o'qdan tepa qismni yopiq joyini bo'yaysizlar, kichkina 0 desa shu o'qdan past qismini bo'yaysizlar. Bu 0 dan katta qism
Bu 0 dan kichkina qism. Ya'ni qaranglar, son o'qi bo'lsa 0 dan katta deyaptimi, plyusli deyaptimi? Tepa qismida yopiq joy. Mana ikkita joymi? Mana shu yerda bo'yimiz. Yechimlar qanaqa bo'ladi? Tasavvur qiling-da. Qayerdan kelyapti? Minus cheksizdan 1 gacha kelyapti. Keyin bu yoqda 2 dan nechaga qarab ketyapti? Cheksiga qarab ketyapti. Bizda просто ikkita javob chiqadi. Shu ikkita javobni orasini bog'lab qo'yish uchun mana qo'yib qo'yasizlar bo'ladi. Ya'ni bu qo'lni-shat qo'yish, birlashadigan ma'nosi. Xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Ya'ni minus cheksizdan 1 gacha, 2 dan cheksizgacha bo'ladi. Keling yana bitta misol ko'ramiz. X kvadrat minus 4 katta yoki teng 0 bo'ladi. Qaranglar. Ko'paytishga ajratish kerak. Shart emas, belgiga qo'yish, boshqa qilish. Kvadrat ayirmasimi? Bir marta ayruli, bir marta nimali? Qo'shuv. Katta yoki teng 0. Hamma tushundimi shunga? Endi chizaman. Bu yoqda sonni belgilayotganda ichini 0 ga tenglashim kerak. Manaqa qaus bo'ladigan bo'lsa, qaranglar, tezroq usul 0 ga teng. Minus 2 bo'lsa 2 bo'ladi. Nuqta bilan aytma, plus 2 bo'lsa minus 2 bo'ladi. Uni ham nuqta bilan aytma. Va buni 0 ga tenglab ko'ringlar, shunaqa chiqadi. Ikkalasini ham shu ishorasi bitta bo'lsa, ikkalasini ham shunaqa. Shu ishoraga qarab olasan. Tushunarli? Endi to'g'ri savol berdim. 10 ta bo'lsa ham mana shu ishoraga qarab belgilanadi hammasi. Yoki hammasi nuqta yoki hammasi xalq bo'ladi. Tushunarli? Endi, ana endi nechta ishora o'zgartiruvchilar? Ikkita. Juft darajali narsa ko'rganim yo'q, Xudoga shukr. Ikkita bo'lgani uchun tepadan boshlanadi. Birinchisida kiradi, ikkinchisida nima qilib ketadi? Chiqib ketadi. Katta yoki teng 0 degani uchun qattini bo'yayman. Tepasidagi yopiq joyni bo'yayman. O'rtadan qaranglar, ochiq. Bu yoqda bo'yab bo'lmaydi. Yopiq joy bo'yadi. Pastdagi yopiq joy esa mana deb bo'ladi. Tushunarli? Demak, javob bu yoqdan kelyapti. Ko'rmagan joyimiz minus cheksidan minus 2 gacha birlashma 2 dan cheksizgacha ketyapti. Agar pastki tomoniga bo'lsa, pastini bo'yaymiz. Mana shu bo'yimiz. Tushunarli? Kichkina 0 ga bo'lsa, pastini bo'yaymiz. Mana qaranglar. To'g'ri. X kvadrat minus x minus 6 kichkina 0 dan. Ko'paytirishga ajratamiz. Sekin bittadan cho'rnagan ovolasida yonidagi yig'indisi 1, ko'paytmasi nechi? 6 bo'ladi, minus 6 bo'ladi. 3 kali nechi? 2, yig'indisi musbat bo'lgani uchun bu bunaqa bo'ladi. Qavs ichiga kirg'izish usulida qarama-qarshisini qilib kirgizadi. Plus chiqqan bo'lsa minus 3 qilib, Minus 3 esa plus. ha, yashang. Plus. Kichkina 0 dan. Son o'qiga belgilayotganda shart emas, sizlar yechgansizlar-yu, o'shani o'zini kiritsanglar ham bo'laveradi. Hozir men 0 ga tenglab kiritmoqchi bo'lsanglar shart emas. Mana buni o'zini primoy kiritaversangiz ham bo'laveradi. Minus 2 bilan 3. Ziyoda halqa bilan olaman, nuqta bilan. Halqa. Nimaga halqa bilan? Ishorasi. Ishorasi mana bunaqa bo'lgani uchun. Endi qarang, ishora o'zgartiruvchilar nechta shu yerda? Qarang, ishora o'zgartiruvchilar degani, mana qavs ko'ryapsanmi? Shunda tepasida 2, 4, 6, 8 bo'lib qolmasa bo'ldi. Biz uchun o'sha ishora o'zgartiruvchi bo'ladi. Bormi shunaqa 2, 4, 6, 8 deydi? Tepasida yo'g'i. Demak, nechta ekan ishora o'zgartiruvchi? 2 ta ekan. Tushunarli? Agar mana bunaqa kelib qolsa nechta bo'ladi ishora o'zgartiruvchi? Mana bunaqa kelib qolsa nechta bo'ladi? Yo'q. Malades. Xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Bular 2 ta. 2 ta bo'lsa qayerdan boshlanadi bu? Tepadan yoki pastdan? Malades. Tepadan keladi. Kichik yoki teng 0 degani uchun shu o'qdan past qismidagi yopiq joyda bo'yaydi. Qayergacha bo'yadi? Minus 2 dan toki 3 gacha bo'yadi. Yo'ldan kattasi tepasi. Yo'ldan kichkinasi past bo'yadi. Yo'l oddiy unaqa narsa yo'q. Mana yo'ldan kattasi tepasi, yo'ldan kichkinasi past bo'yadi. Tushunarli? Xo'p, ana endi 3 tali qavs bo'lsin. 3 ta interesliroq bo'ladi. Men tayyor ko'paytirishga ajratilgan variantni sizlarga beraman. Mana tayyor ajratilgan. Agar ajratilmagan bo'lsa, o'zingiz ajratib olasiz. Son o'qiga belgilaymiz. X ni o'zi 0 deb belgilanadi. Xuddi tenglamada 0 chiqadi, 0 ga tenglasaydi. 0 deb belgilaymiz. Plus 3 minus 3 deb belgilanadi. 1 minus 1 plus 1 deb belgilanadi. 1 2 3. Hech qanaqa juft daraja yo'qmi? 3 ta ishora o'zgartiruvchi bor. Son o'q pastdan boshlanadi. Bittasida chiqadi.
ikkinchisida kiradi. Bo'lsa tepadan, tog' bo'lsa Pastdan boshlanadi. Xuddi Bitta bo'lsa shu. ham pastdan boshlanadi. Bitta bo'lsa ham pastdan boshlanadi. Chunki bir ham to'qsonda. Tushunarli? Yaxshi. Ana endi katta yoki teng nol degani shu tepadagi yopiq joy mana. Tepadagi yopiq joy mana. -3 dan nechigacha? 0 gacha birlashma 1 dan cheksizgacha. Qabul bo'lgan joyni qani? 1 dan cheksizgacha bo'ladi. Bitta iltimos. Addenni qilib kelinglar uyda. Juda ko'pchilik shu xatoni qilgan. Mana buni qilib keladi. Keyin yechadi mana buni. Mumkin emas mana. Tushunarli? Bittada yechiladi mashina soni qilib. Tushunarlimi? Xuddi shu holatda bo'ladi. Sekin kirib boradi. Ha? Bo'lmagan uchun x ga 0 ber, x bilan o'zi 0 ga olib borib necha bo'ladi? X teng 0 mi? O'shaning uchun 0 qilinadi. Tushunarlimi? Kimda savol bor? Yo'qmi savol? Yaxshi. Yozib olamiz misollarni. Qo'ranlar qilib, qoidalari bilan keyin davom etamiz. Siz misolga qanday yozamiz? Ishora o'sha tog' darajalilar sanaysizlar, xayolda ketaveradi. Yechayotganda tepadan boshlayman, pastdan boshlayman deb. O'sha sanadili ikkita. O'qitib chizguncha tepadan boshlanishini bilasizlar. O'qitib chizyapsizlar, -2 deb olsizlar, 1 deb oyapsizlar. Shu joyida ishoraga bitta qarasanglar, mana bunaqa ishora nuqta bilan olasizlar. Ammo mahraj deb turgan narsa nima ishora bo'lishidan qat'iy nazar doimo xalqan oladi. Tushunarli? Bekorga bu shart emas. Shart qilib yozdirmadim. Har doim nima ishora bo'lishidan qat'iy nazar mahrajlikni hamma bu yoqqa yozganinglar xalqan olinadi. Ikkita bo'lgani uchun tepadan boshlayman. Katta yoki teng degani uchun tepalarini qo'ying. Minus cheksizdan -2 gacha mana bunaqa qavs ko'rdinglar. Birlashma to'g'richada 1 dan nechigacha? Cheksizgacha bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, masalan, x kvadrati -3x + 2 taqsim x - 7 bo'ladigan bo'lsa, kichik yoki teng 0 deyotgan bo'lsa, birinchi tepani nima qilib olish kerak? Ajratish kerak. Qanaqa qilib ajratamiz? 2 bilan 1 Viyet qilib ajratamiz. Yig'indisi 3, ko'paytmasi nechi? 2 bilan 1 bo'ladi. Xohlaylar shu sanoqqa primoy belgilab olinglar yo akkuratni ketaman desanglar, birinchi qavs qilib yozinglar. X - 2, x - 1 taqsim x - 7. Kichik yoki teng 0. Inson o'zbekimiz tushunamiz. Men yechganimsa, viyet qilib beraman. Menda qolaversa yechib o'tsa hammasini? Hammasini? Bo'ldi. Yo, men buni uyda tugatib keyin bitta tekshiraman ikkalasini. Videomiz bir bo'ladi. Men buni yechganmisini shu yerda bo'ldi. Shuni o'zini soniqiga belgilab mantiqiy qavsga qilib qo'ygan bo'lsanglar. 1 bilan 2 ni kiritamiz. 1 chaproqda, 2 o'ngroqda. Men vobshe chaproq qilib qo'ya qolay va boshqa joyga olgan. Endi 7 vobshe o'ngroqda. Mana. Sanayman, tog' darajaliman. 1 2 3 7 halqa bilan o'zi mag'riz degan uchun 1 2 3 3 ta bo'lganligi uchun pastdan. Bittasidan kirib, bittasidan chiqib, bittasidan kirib, shunday yuradi. Kichik yoki teng degani uchun pastlarini bo'yayman. Minus cheksizdan 1 gacha birlashma 2 dan nechigacha? 7 gacha 7 bunaqa bilan olinadi. Bo'ldi, shu holatda qoladi. Tushunarlimi? Kimda savol bor? Yo'qmi? Ana endi juft darajali bilan duch kelib qolsa nima bo'lishini ko'ramiz. Tog' darajasi shunda pastdan chizadimi? Ha? Mana tog' bo'ldiga bo'lsa-ki 3 ta Tog' darajalilarni sanaganingizda tog'da chiqish kerak. Xo'p, shuni pastdan chizamiz. Endi juft darajali kesim misolda deyapti. Endi yaxshilab qarab turinglar. Kichik yoki teng nol. Juft darajali kelgan. Hozir sanoqiga belgilayotganimizda oddiy belgilayveramiz. 1 qarama-qarshisi 2 3. Hammasi ishorasini nuqta bilan olaman, hech qanaqa mahraj yo'q. Ana endi shu 2 mana kimadi? Juft darajani kimadi? Bitta strelga qo'yib qo'ydi tepasi shunga qarab. Sababini hozir tushuntiraman. Tog' darajali sanayman. 1 2. Ikkita bormi? Tepadan keladi. Ha juft darajali sanni ko'rasiz.
darajaliga kelganda tepa o'tolmaydi tepaga. Yana joyidan qaytib keyingisidan chiqib ketadi. Juft darajalidan qaraydi. Juft darajalidan yorib o'tolmaydi tepaga. Tushunali? Yorib o'tolmaydi hech qaysi tarafga. Bu yoqqa yoki bu yoqqa yorib o'tolmaydi. Masalan, tepadan kelayotgan bo'lsa pastga tusha olmaydi. Pastdan kelayotgan bo'lsa tepaga chiqa olmaydi. Keyingisidan chiqib ketadi. Tushunali? Juft daraja qo'ymaydi. O'shani strelga qo'yib qo'ysanglar, qaysi joyda urishini bilasizlar. Kichik yoki teng degan shu xatlarni bo'yimiz, pastlarni bo'yimiz. Mana shu ikkita misol yana bitta misol bitta. Javobni qaranglar. 1 dan nechigacha? 2 gacha birlashma 2 dan 3 gacha. Endi agar ikkita to'rtburchak qavs biri oxiri biri boshi bo'lib kelsa, ular orasida taxmin 1 dan nechigacha bo'ladi toki 3 gacha qoladi. Mana eslardan chiqmasin, qaranglar. A dan S gacha birlashma S dan D gacha bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi to'rtburchakda yopilganmi? Ikkalasi bir xil son A dan D gacha devor seyli bo'ladi. Xuddi mana bunaqa narsa deyapman. Qaranglar. Xona o'rtasiga devor qo'yilgan. Shu devordan bu yoqqacha, bundan bu yoqqacha deyapman. Ikkalasiga ham baribir kiradi-ku. Bundan biri olib tashlab, biri turib umumiy deyapman. Xuddi shunaqa holat bo'ladi. Masalan, yana kelib qoldi. Keyinchalik, masalan, tasavvur qilinglar. 2 dan 3 gacha birlashma 3 dan 5 gacha kelib qolsa, sizlar mana shu chopfori 2 dan nechigacha desanglar bo'lar ekan? 5 gacha. Faqat to'rtburchak qavs bo'lsin. To'rtburchak qavs bo'lsin. Bunaqa qavs bo'lsa, Yo'q, unaqa qavs bo'lsa qoladi. Sonlar farqli bo'lsa qoladi. Shuni sonlari ham to'g'ri bo'ladimi? To'g'ri bo'ladi-yu, lekin javob bunaqa variant bo'lmaydi. Tushunarli? Qarang, sonlarni har xil bo'lsa bo'lmaydi, absolyutno bo'lmaydi. Bir xil bo'lishi kerak. Va mana bunaqa qavs bo'lsa ham bo'lmaydi. Tushunarli? Faqat to'rtburchakda o'xshaydi. Просто men bilmadim nimadan kelib qolishini, keyinchalik tushuntirmoqchiman. Eslab qolinglar, mana bunaqa kelib qolsa bo'lmaydi. Mana bunaqa qavs. To'rtburchak qavs bo'lishi kerak. Tushunarli? Juft daraja tushunarlimi? Strelga qo'yib ketamiz juft darajada. Strelga qo'yib ketamiz, qo'yamiz. Bunga ham strelga ko'rsatib qo'ydim. Tushunarli? Mana yana bitta ko'ramiz. Qaranglar. X - 3 ning kvadrati ko'paytirilgan x - 1 taqsim x kvadrati, xo'p, plus x - 6. Kichik yoki teng nol. Pastini nima qilishim kerakmi? Ko'paytirish ajratishim kerak, yashil. Qaringiz ostiga keyin yoza olasizlar. X kvadrat, qarang, bu yerga yozib ketaman. X1 qo'shilgan x2 barobar -1. Xo'p, ana endi x1 ko'paytirilgan x2 barobar -6. Yig'indisi -1 ko'paytmasi -6. 3 kere 2, yig'indisi minus bo'lgan shu kattasi minus bo'ladi. Qarang. X - 3 ning kvadrati x - 1 taqsim x plus 3 x minus 2. Kichik yoki teng nol. Hamma tushundimi? Endi son o'qiga chizishim kerak. -3 1 2 va 3. Ishoraga yaxshilab qarang. Kichik yoki teng. Faqat tepadagilarni nuqta bilan olamiz. 1 bilan 3 ni nuqta bilan olaman. Pastdagi 2 tani manfiy bilan olaman. Halqa bilan olaman. Endi to'q darajaning sanayman. 1 2 3. Qayerdan ekan o'q? Pastdan kelar ekan. Yashilib pastdan boshlanadi. Qaysinda strelga qo'yaman? 3 da. Ketdi. Yordi, o'tdi, bu yoqda ham yordi, yorolmay yo'lida davom etib ketdi. Endi kichik yoki teng degani uchun pastdagi joylarni bo'ying. Ashuna kichkina o'zini o'rtlaydi, hammasi xalqa bo'lsin. Hammasi xalqa bo'ldi. Minus cheksizdan minus 3 gacha birlashma 1 dan nechigacha? 2 gacha bo'ladi. Bo'ldi, mana shunday holatda qoladi. Tushunarlimi? 3 qolib ketadimi degan savol bor. Endi agar bu xalqada bo'lsa qo'shilmaydi. Bularning safiga qanday qaraylik? Mana bu holat borda. O'zi ham olmadi. O'zi ham olmaydigan holat bo'lib qoladi. Qaraylik. Mana bunaqa ishlayapsizlar. Mana sizlar pastlarni yechyapsizlar, pastlarni olyapsizlar.
Manba ham qo'shilishi mumkin javoblarga. Qachon desa faqat nuqta bilan olinganda qo'shilishi mumkin. Halqa bilan olinganda qo'shila olmaydi. Faqat nuqta bilan olinganda qo'shilishi mumkin. Hozir bizda halqada bo'lganligi uchun qo'shmadi. Agar mabodo nuqtada bo'lib qolsa, mana bundoq bunchalik xavf qilib, esingizlarmi, kasr qismi bir bo'ladigan narsa bo'ladi. Bundagi 3 qo'shib qo'yasizlar. Agar nuqtada bo'lganda, ham urilgan joyi, mana bunaqa urilgan joyi nuqtada bo'lganda, mana shunaqa qo'shib qo'yasizlar. Tushunarli? Mana bunga ham shunga bitta misol ko'raylik hozir. Qarang. Masalan, qarang, x - 3 ning kvadrati tayyor ko'paytirishga ajratilgan holatni ko'rsataman. X ni o'zi bo'lsin, x ni 3-inchisi bo'lsin mana. Mana yechamiz, qarang. Yo'q, katta o'xshaydi. Ha, mana ko'ramiz, xullas. O'xshamasa to'g'rilayveramiz. 0 2 3 ni belgilayman. Qarang. Nuqta, qarang. Faqat 3 nuqta bilan qolgan 2 nima bilan? Halqa bilan olaman. Tog' darajaliga 1 2. Ikkita tepadan boshlanadi. 3 ga strelga qo'yamiz. Kichkinalarni olish kerak. Ana shunday o'xshaydi. Endi kichkinalarni bo'ya deyapti. Kichkinalari faqat mana bu joyda. 0 dan nechigacha? 2 gacha halqa bilan oldim. Va qaradim, mana bu urilgan joyga bitta qarab qo'yamiz. Nuqta bilan olingan ekan, o'shaning uchun buni ham yechim sifatida olamiz. Mana bunaqa bo'ladi. Mana bu birlashma degani prosta o'rtasini ulab ketish javoblaniadi. Bizda var degan so'z bor-ku, o'sha ma'no vazifasini bajarib beradi. Mana bu olib ketamiz. Qachon? Ya'ni nuqta bilan urilganda o'sha nima desa bo'ladi. Urilgan joy nuqta bilan belgilanganda. Urilib qaytgan joyi xo'p, nuqta bilan nuqtada bo'lsa deymiz. Nuqta bo'lsa deymiz. Halqa bo'lsa bo'lmaydi. Bo'lsa olamiz. Halqa bo'lsa olmaymiz. Qachon qaraydi. Qanaqa holatda yana hamma joyda urib ketmaydi. Javob вообще boshqa joyda. Bu umuman hech qanaqa javobga yaqin kelmagan holatda bo'ladi. Mana bu yerda qaranglar masalan, orasiga tushib qolgan, lekin u yechim sifatida olingan. Masalan, bu yoqda emas, yechim bu yoqda chiqyapti, lekin buni ham qo'shib ketamiz. Faqat nuqta bilan bo'lsin. Ishorasiga e'tibor berish juda ham muhim holat bizda. Xo'p. Hani hammamiz mana shuni o'zimizga yechib ko'raylik. Voy. Hamma narsani o'rgatganlari shuning ichida bor. Tog'larni sanaylar uchun yo'lga tenglaylar, boshqa bir tartiblar tutsa. Qisqartirsa bo'ladimi? Yo'q. Tezlikda qisqartira olish mumkin emas. To'xtalarni x - 1 ikkita bo'lib qoldi. Mana shuni. Mana shuni x - 4 qilib oladi, sizlarga. Bir bo'lganda qisqartirish. Hozir shu tarafa. Qisqartirsa. Kamisa. Ana o'rtasida ko'paytirishi kvadratida. Ha, ko'paytirish. Qo'shilish deydimi? Ha? Qo'shilish. Yo'q.
oddiy koddan tegri chiziq bo'lsa hammasi xato bo'ladi. Qaysi biri chaproq bo'lsa o'shani yozasiz birinchi. Minusga chiqqandan birinchi yozasiz. Ko'rib bo'ldi. Xato bo'ldi. Aytmasam minus 3 chiqdimi? Minus 3 belgilayman birinchi. Minus 3 xalqadan bo'ladi. Xalqadan o'rnagan joyda nuqtalar olib ketish olmasin. Kelmaydi, qarang. Birdan qaytgani to'rtga kirib ketadi pastga. Doğru başlayınca milyonlarına var. Bir halkadan mı ki? Ne bir doğum? Halkadan bir doğum komisyonu tanımız olmaz. Rolda kodda kişilerin hakkımızı var. Rolda kodda Hiç şu an tuttu. Kişilerse kalsın. Ama söyleyeyim. Tamam, baştan gelin. Hayır. Qo'ydi o'sha Xo'p. Ha, qay o'sha. Qaranglar, mana yaxshilab diqqat bilan qarab turinglar. Minus 3 ni topamiz. Minus 3 ekan. Birinchi chap tarafdagi sonlar manfiy sonlardan boshlaymiz. Minus 1 son o'qib berayotganda 1 4. Minus 1 bilan 4 nuqta bilan olinadi. Minus 1 bilan 4 nuqta bilan olinadi. Qolgan ikkitasi nimada? Halqada bo'ladi, to'g'rimi? Endi qaranglar. Toq darajalilar 1, 2, 3 qayerdan boshlanadi 3 ta bo'lsa? Pastdan boshlanadi. Sababi nimaga 3 ta? 3 ta bo'lsa toq darajali. Toqda pastdan boshlanadi. Va birga strelga qo'shishdan chiqmasin. Rulni qaytib bu yoqqa chiqib ketadi. Kichkinalari degani uchun pastlarini bo'yaydi. Minus cheksizdan minus 3 gacha birlashma minus 1 dan uzr to'g'ri chiqarish degan minus 1 dan 1 gacha bu yarim qavsdi. Birlashma 1 dan nechagacha? 4 gacha bo'ladi. Bu ikkalasini ulab o'ra olmayman. Sababi yarmoy qavsda turibdi. 4 burchak qavsda bo'lsa ulab o'rasizlar demaydi, to'g'rimi? Yarmoy qavsda bo'lsa ulamaysizlar. Mana shu holatda bo'ladi. Tushunarlimi? Ana shunday bo'ladi. Savollar bormi? Yo'q, kelib Usmonovdan ko'raylik, oson savollarni boshida keyin sekin murakkablashaveramiz. Hozir yozgan bitta rasm yozib qo'ysam. Yaxshi, 40-mavzu 140-betda ochasizlar. Usmonov borlar, zoomasi. Chanaga joyi joylashtirib. Boshi unaqa qiyin bo'lmaydi. Bunda. Keyin joylarni qilamiz. Xo'p. Yaxshi qaraylik. Boshidagi misollardan ko'ramiz. X minus 2, hop, x minus 4 katta 0 dan x minus 2/5 4 minus x kichkina 0 dan xo'sh x plus 2 x minus 1 kvadrati katta 0 dan va 3x kvadrati minus 5x minus 2 katta 0 dan bo'ladi. Mana uchta bizga 4 ta tenglik bizga. Endi qanaqa yechamiz? Ikkalasi tayyor ko'paytirishga ajratilgan. Keyin bitta narsa aytib qo'ying. X minus nimadir bo'lishi. X birinchi yozilishi kerak qavs ichida. Yozilmasa joyini almashtirib olasiz, tushunarli? Shu holatda turibdi, tayyor turibdi. Prosta chizib belgilab berish kerak bo'ldi bizga. Ana endi sanoqni chizaman. 2 bilan 4. 2 bilan 4. Ikkalasini nimada olaman? Halqada olaman. Alaykum assalom. Va tepadan qaranglar. Ishora o'zgartiruvchi, ya'ni toq darajalilik ikkita tepadan boshlanadi. Mana. Katta 0 dan olaman.
minus cheksizdan 2gacha birlashma 4dan nechigacha? Cheksizgacha bo'ladi. Hamma tushunarlimi? Yaxshi. Buni nima qilib olishim kerak? To'g'rilab yozib olishim kerak. Uning uchun ikki tarafni nimaga ko'paytirib olaman? -1 ga. X minus 2,5 minus 1 faqat buniki, ikkalasini emas, faqat bitta bir o'ziniki. X minus 4 ishora chap pastiga almashadi. Katta noldan bo'ladi. Xohlasanglar oddiy tushuninglar. Joyini almashtirsam ishora o'zgaradi deb tushunsanglar ham bo'ladi. Ana ikkita minusi plyus bo'lib ketmaydi. Qaysi ikkita minus ma'lummi? Ana. Minus x plus x keladi. Yo'qda plyus 4 turadi, kunga qarab. Endi almashtirib ishorasi minus x x bo'ldi, plus 4 minus 4 bo'ldi. E'tiborli. Son o'qiganingchini belgilayman. Yarim. Chapdan o'ngdan. Qaysi tarafdan? Bu yoqqa 2,5 yozing, bu yoqqa 4 yozaman. 2,5 bilan bu yoqqa 4 yozaman. Chaproq o'ngroq bo'ladi. Halqa bilan nuqta bilan. Keyingi savol. Tepadan boshlayman, pastdan. Men faqat mana. Hali siz gapir, sen anaqa tushunmay o'tir. Tepadan keladi. Strelka qo'yadigan joyim yo'qmi? Malades. Bo'l. Mana. Katta nol degan shu tepalarni bo'yaymiz. Shuni ham savol berishim kerak. Xo'p, yechimni aytchi. Nima? Yechimi nima bo'ladi? Javob. Minus 8dan 2,5. Malades. Birlashma. Zo'r. Nigoraxon, qaytga chapga o'ynaydi. Chapga. Malades. Bu yoqqa plyus 1 doza bo'ladi. Tepadan halqa. Aha. Tepadan aytsangiz. To'xtab. Strelka qo'yadigan joy bormi? Yo'q. Yo'q, bir bor. Birga qo'yamiz. Endi to'xtang. Shoshib ketmang. To'xta, bo'ldi. To'q darajada nechta? Tog' darajali nechta? Bitta. Mana necha darajasi? 2. To'qmi, uchmi? Yo'q. To'q darajali nechta? Bitta. Bitta. Qatdan boshlanadi to'xta bo'lsa. Qarang, bitta degani to'xta. Ha, yashang. Yerda nima qilaman? To'q deysizda, bunday o'tib ketasiz. Yana yo'lingizda davom etasiz. O'zgartira olmaydi yo'lini. Katta degan uchun tepasini, pastini. Tepasi. Javobini o'qingchi menga. Minus 8da, minus 2dan 8gacha. Nima? Minus 2dan 1gacha. Bitta to'xtab olinglar shoshmasdan. Birlashma. 1dan 8gacha. Yashaydi. Agar men to'g'richa qarz qo'yganda nima derdim javobni? 1dan Minus 2dan 8gacha ketadi. Madina, men buni qanaqa yechaman? 3 ta qo'yib Malades. X kvadrat minus 5x minus 6 katta 0. Endi nima? hisoblaymiz. Birdan. Ko'paytirishni. Viyet qilib такой. X1 qo'shilgan x2 barobar 5, x1 ko'paytirilgan x2 barobar minus 6. 6 kere 6 kere 1. aha, qaysi bir minus oladi? Ikkinchisi. Yig'im desam plus qani? 1. 1 minus oladimi? Faqat 3 ga bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin, shu joyda. Bilasizlar, qavsda oldiga 3 ni yozaman har doim. X plus 6 mana bu 2 deylik, to'xtaydi. 6 ni 3 ga bo'lsa 2, 1 minus 1 taqsim 3. X minus 2, x plus 1 taqsim 3. Katta noldan. Buni hech qachon kiritmaysiz ichkarisiga. Bu bo'ldi, yo'qoldi shu yerda o'zida. Shart olmasam o'z yozishga. Son o'qiga belgilaymiz. Ayting endi. Necha bilan necha? Minus 2. 1 taqsim 3. 2 ni o'zi bo'ladi. Minus 1. Minus 1 taqsim 3 bo'ladi. Qarama qarshisini olasan. Mana men topganingni yozasan. Tepadan pastdan. Tepadan. Nimaga tepadan? Sho'rani Ikkita. Ikkita bo'lgan shu tepadan men ma'lum. 3 ta qo'ydik. 3 kerak emas, yo'q. Ta'sirsiz. Tushunarli? Ha, x bo'lganda qoladi. Nima degan? X mana x bo'lsa qoladi, son bo'lsa o'ttashaverasiz. Ana endi tepani o'yman, pastimi? Tepani o'yim. Javob bilan ayting. Minus 8dan minus 1 taqsim 3gacha. Aha. 2dan 8gacha. Zo'r. Shu holat ishlanadi. Tushunarlimi? Kimga tushunarsiz bu? Savolim, birinchi ko'paytirishni ajratib olish eng muhimi. Rasmga oling. Yana ko'ramiz bu ikkita uchtasini keyin bo'ldi. Keyin misollar beraman. Uyga o'zingizga yechishga.
Qaranglar. Bitta mana qaranglar. O'zim mana abituriyent bo'lganimda qanaqa test tushunmagan. To'g'risini aytib, birinchi darsda ularsiz kalt yeganman. Chunki sizlar men boya aytgan xatoyim bor, mana bu narsa. Men buni qilib kelganman. Kelganman, qilmaylar. Yo'q, keladi, juda shunaqa yili kelib ketadi. Qilmaylar, tushunarli. Boshqa narsa, boshqa xato qilsang nima qilaman? Chunki men o'zim o'qituvchi bo'lib ko'rganimdan keyin bildimki, nega o'rganib o'qituvchiman. Xuddi anondan bo'lganda. Xuddi kasalda suratiga suratini, mahrajini qo'shadiganlar bo'ladi. Xuddi ashuna qilib bo'ladi. O'shanga o'xshab asab yomon teyapti bu narsa. Mana qaranglar. Savol beringlar, nega hech qachon unaqa mana bitta ikkita keyin bitta narsani kelishib olaylik. Qisqartirish degan tushuncha yo'q kasal. Testda. Qisqartirib olish degan narsa yo'q. Tepada x minus pastda x minus turgan chopamiz degan narsa bo'lmaydi. Tushunarli? Xo'p. Kichkina bo'lgan. Keyin xo'p. Yana qanaqa misol bor? Endi birinchisini nima qilaman? Ko'paytirishga ajratish uchun yashaylar. X topib olaman. X minus 9 katta 0 dan bo'lib qoladi. Soniqiga belgilaymiz. Nima bo'ladi? 0 bilan 9 ni belgilaymiz. Xalqa kelasi ham xalqa bilan olinadi. Tepadan keladi. Mana, tepadan kelib, ana hech qanaqa strega qo'yiladigan joylar boshqa yo'q. Ana endi tepalarni bo'yaymiz. Hamma javobni bildi. -6 dan 0 gacha birlashma 9 dan 8 gacha bo'ldi. Endi bu yoqda avval x ni bir tarafga o'tkazamiz. Hech qanaqa x bilan mana qisqartirib olmaydi. Tushunarsiz? Bunaqa narsa hech qachon mumkin emas. X kvadrat katta x dan turibdi 30. X kvadrat minus x katta 0. Hamma narsani bir tarafga yig'ib, keyin ajratishni boshlaysan. X chiqarib olamiz. X minus 1 katta 0 dan bo'ladi. Soniqiga belgilaymiz. 0 1. Ikkalasi ham halqa bilan yana tepadan keladi, yana tepalari bo'yaladi. Bunda ko'paytirishga ajratamiz. Shu joyda o'zida betga qo'yamiz. Yig'indisi 2, ko'paytmasi -3. 3 kara 1 bo'ladi, yig'indisi 3 bo'lgani uchun -1 bo'ladi. X minus 3 x plus nima bo'ladi? 1 kichkina 0 dan bo'ladi. Kichkina 0 dan. Ana endi soniqini chizaman. -3 1 ni belgilayman. Nabrota -1 3 ni belgilayman deganim. Halqa bilan olaman, tepadan keladi deganim. Va pastini bo'yayman. Mana -1 dan 3 gacha degan javob bo'ldi. Bular yetarli. Endi mana buni qaraydi. Nimaga o'xshayapti mana bu narsa? Nimani kvadrati? 2x plus nimani kvadrati? 1 ni kvadrati katta yoki teng bo'ladi, to'g'rimi? Menga o'qituvchi tushuntirib ko'rgan, soniqni chizdirib ko'rgan, boshqa yana tushunchalar bergan, katta bo'ladi, tudem bo'ladi. Mana qaraydi. Oddiy soniqni chizamiz. Yaxshilab qaraydi. -1 taqsim 2 bo'ladi, 0 ga teng emasligida. -1 2 ga bo'larsa -1 taqsim 2 -0 5 ga farqi yo'q. -1 taqsim 2 ni любой joyga belgila, bitta o'zi chunki. Nuqta bilan ol. Endi toq darajali bormi yo'qmi? 0 tami? 0 qanaqasan juftini topmi? Ha? Yo'q. 0 juft sonmi? Toq darajali yo'qmi? 0 tami demak, bu juft son degan, juftda degan 0 ta bo'lsa. Qayerdan keladi? Tepadan keladi va strelka shunda. Kvadrati bor chunki. Keladi, urilib qaytadi. Nimalarni bo'yayapti? Tepalarni bo'yayapti. Minus cheksizdan -1 taqsim 2 gacha birlashma -1 taqsim 2 dan nechigacha? Cheksizgacha. Hamma tushundim belgilaganga? 0 ta bo'lsa tepadan boshlayverasizlar har doim. To'q darajali umuman yo'q bo'lib qolsa. Ikkita to'g'richa qavs bir xil sonni bog'layapti. Olib tashlaymiz o'rtadan. Minus cheksizdan nimagacha ekan? Cheksizgacha bo'ladi. Mana yana bitta qarang. Sizlarga просто misol o'zini beraman. 3x minus 1 kvadratni 0 dan katta. Soniqiga belgilaymiz, 1 taqsim 3 ni belgilaymiz. Kelinglar, shuni x minus 1 deylik. Oddiy 1 bo'lsin. 1.
halqa bilan olaman. 0 ta toq darajalik umuman yo'q. Umuman yo'q degani 0 ta degani. Qayerdan boshlaymiz? Tepadan boshlaymiz va uriladi mana shunda. Kvadratga bo'yanish uchun. Tepalarini bo'yasa, tepasini bo'yaymiz. Minus cheksizdan 1 gacha, birlashma 1 dan nechigacha? Cheksizgacha. Mana bunaqa oymomo nima o'shanaqa xavs bo'lgani uchun bularni ulab ola olmaymiz. Javob shunday o'zi qoladi. Tushunarlimi? Xo'p, qaranglar. X minus 3 ning kvadrati kichkina 0 dan. Soniqiga 3 ni topaman, halqa qilib belgilayman. Nima deyapti? Tepadan keladi, strelka qo'yib qo'yish shunda. Mana. Qatini bo'ya deyapti. Bo'yaladigan joy bormi? Bo'sh to'plaman bo'ladi bunda. Sabab oddiy mana qarang. Oddiy misolda qilmaymizda. Biror sonni kvadrat qachondir 0 dan kichkina bo'ladimi? Yo'q, o'shaning uchun bo'sh to'plam. Lekin mana bunaqa bo'lsa-chi. To'rni belgiladik, nuqtalarni oldik. Yana tepadan keladi. Shablon bir xil uchun. To'rda o'zi bo'ladi. To'rda o'zi bo'ladi joy. Sababi asli bo'sh to'plamida misol. Lekin kvadratdagi dumi ana nuqtada qolib ketdimi? Faqat o'shani o'zini javob sifatida olamiz bu. Tushunarlimi? Mana shu holatda bo'ladi. Savollar bormi? Yo'qmi? Keling ikkita misol beraman, bu shu bilan yetadi. Xo'p, birinchisi x kvadratni minus 9 ni yechib berasizlar. Xo'p, 3 ta berar ekan. Ikkinchisi xo'sh. To'rt x kvadratni minus 20x plus 25 deyishasizlar. Kichkina 0 dan. Va uchinchisi x kvadrat 6x kvadrat plus x minus 1 topdan 0 deyishamiz.